Bugun ajdarxoni gurzi bilan yo'q qilamiz. O'tgan qismda biz qiynalib to'plagan gurzini bugun ajdarxoda sinab ko'ramiz. Bugungi rejalarimiz juda ham katta. Agar shunga o'xshash kontentlardan ko'proq ko'rmoqchi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'ling. 84.7% dan buni haligacha qilmagan. Hammaga salom, ikkinchi qismga xush kelibsiz. Umid qilaman bu qism ham sizga yoqadi. Buni qarang, men gurzi yordamida golemni o'ldirgan joyim o'zi ham zo'r bo'lganda o'shanda. Ha mayli, bu sandiqda esa siz o'tgan qismda to'plagan narsalarimizni ko'rishingiz mumkin. Yana men ortiqcha kamollarni qanday qilib bitta mustahkamiga aylantirishni bilmay yurgandim, mana bunday ekan. Obbo, bizda pechkani yoqish uchun hech narsa yo'q ekan. Menimcha daraxt ostidagi shag'allar bizga yetib qolsa kerak. Mana bular. Naqd bir stak shag'al. Yana shuncha paytdan beri qilmagan ishimni qildim. Shakar qamish to'pladim. Endi esa ularni qog'ozga aylantiramiz. Yana temir aslaha ham yasab oldim o'zimga. Xohlasangiz sizga ham yasashim mumkin, faqat videoga like bosing. Qayoqqa? Mayli, biz nezarga otlanamiz. Demoqchi edim, undan oldin qayiq yasab olamiz. Mana bu maxluq menga hech qanday ziyon bermasdan nega o'ldirdimi? O'zim ham bilmayman. Nezarda biz topishimiz kerak olovli tayoqchilar, ender marvarat va ulardan end ko'zi yasaymiz. Xo'sh, menda savol uyg'ondi. Birinchi bo'lib qaysi birini qilsam ekan? Olovli tayoqchilarnimi yoki ender marvaratlarni? Men tanladim olovli tayoqchilarni. Ha, bu osonroq bo'ladi. Buning uchun esa biz qizil qal'a topishimiz kerak. Voylanata shunaqasi ham bo'ladimi? Xullas, men portalni qishloqdan uzoqroqda qurishga qaror qildim. Bu qarorim to'g'ri edi. Buni esa video davomida bilib olasiz. Tanish joylar va nihoyat portalni qishloqdan uzoq joyda aktivlashtirdim. Lekin bu safar boshqa joyda paydo bo'laman deb portaldan o'tganimni bilaman, yana o'sha joyda paydo bo'ldim. Lekin uyga qaytganimda men umuman boshqa joyda paydo bo'ldim. Lekin bu yaxshi edi, sabab portalning shakli 2 ga 5 lik edi. Mana men sizga aytgan o'sha to'g'ri qaror. 4 ta obsidian yutib oldik. Minecraft adashib ketdimi bilmadim, lekin bu bizga yaxshi bo'ldi. Yana men tez qaytish uchun xohlagan uyimga kirganimda yotoqlarni olganim esimdan chiqib ketibdi. Endi mana bu uyimda yotgan bechora jitelni turg'izishga to'g'ri keladi. Kechir. Kechiraman, tushingda ko'rasan endi. Lekin bu mening uyim-ku. Nima bo'lsa ham uxladim men. Sen uxlayver, men esa nezarda sarguzasht qilaman. Qani ketdik. Gaz, sen meni birinchi kelishimda shunaqa kutib olasanmi? Yaramas. Ha, mayli, hozir bir gapira olishamiz. Mana zarbangni kutib ol. Bunday bo'lishiga o'zing aybdorsan. Ha mayli, shunchaki endi yo'limizda davom etamiz. Oltinlar ajoyib. Yana mana odamlar bizga kerak emas-ku, to'g'rimi? Lekin bu xato edi. O'lganim zahoti effektlarim yo'q bo'lishi kerak edi, lekin mana bu raid effekti yo'q bo'lmabdi. Ha mayli, endi raidni o'tkazib yuboraylik. Ajalingni kutib ol, yaramas raider. Orqasidan ikkinchisi, uchinchisi, oxirgisi. Tayyor, birinchi raid tugadi. Ikkinchi raidda esa menga naqd 3 ta raider birdaniga hujum qildi, lekin mening aslahalarim bilan buning iloji yo'q. Qolgan ikkita raiderni topish maqsadida tepadan ham qarab ko'rdim, lekin ularni ham topa olmadim. Oxiri o'lib ketdim. Xuddi yer tagiga kirib ketishgandek edi. Yana gurzini zombida sinab ko'rdim. Naqadar kuchli qurol. Yana bittasi tayyor. Ikkinchisi ham tugadi. Uchinchi fazaning birinchi raideri. Ikkinchisi, uchinchisi naqd bittagina qoldi. Lekin bu qolgan raiderni topish naqadar qiyin bo'ldi. Xuddi umrim shu raiderni qidirish bilan o'tib ketayotgandek edi. Lekin topdim, yaramas. Shu yerga ham bekinasanmi? Tayyor, oxirgi faza qoldi. Jonlarimni hisobga olmabman. Yana itni ham qo'lga o'rgatib oldim. Oxirgi fazam ekan desam, hali yana bittasi bor ekan. Shu payt kalla ko'rdi, axir bular gurzi uchun ajoyib raqib-ku. Yaramas, bunaqasiga kelishmagandik oxir sen bilan. Yaramas. Bu totem beradigan raider-ku. Yaramas. Tayyor, totem bizda. Va nihoyat. Itni ko'maga lekin yaxshi tegdi. Aytgancha, itning nomi nima bo'lishini kommentariyada yozib qoldiring. Oxirgisi va tamom. Qishloq qahramoni. Xo'sh, endi qayerda to'xtab qolgan bo'lsak, o'sha yerda davom etamiz. Yaramas, gaz baribir ham qasos olaman debsan-da. Mana qasosingni ham olding, endi tinch qo'y meni. Va nihoyat uzoq qidiruvlardan so'ng men qizil qal'ani topdim. Koordinatalarni saqlab qolamiz. Siz birinchi tayoqcham. Umringizda bir marta bo'lsa ham shunday holatga duch kelganmisiz? Yaramaslar, hammasi birdaniga hujum qilishdi. Bu yerda hech narsa qila olmaydi deb o'ylayotgan edim, lekin bu yerdan ham qayoqdandir kirishdi. Yaramaslar. Uchinchi tayoqcha. Adashibman, ikkinchi tayoqcha ekan. Ha mayli, mana uchinchi tayoqcha. Orqasidan 4-chi tayoqchaga harakatni boshlaymiz. Yaramas, tushmadi. Va nihoyat 4-chi tayoqcha. Qiynalib bo'lsa ham 5-chi tayoqchani oldim. Hoziroq yashirinmasam o'lishim tayin. Va nihoyat jonlarimni to'ldirib oldim. Blaze, sendan 6-chi tayoqcha tushadi deb umid qilaman. Tushdi. Tushmaganida hayron qolardim. 7, 8. Umrimda birinchi marta Blaze'ni kamon bilan otib o'ldirdim. Faqat bittagina qoldi. Va nihoyat oxirgi 10-chi tayoqcha. Bu holatda esa men uyga qaytish uchun tekin chipta deb qabul qila qolay.
Xo'sh, endi faqat ender marvatlarni topsak kifoya. Hozir esa biz Qizil qal'ada qiynalib to'plagan olovli tuyoqchilarni Blaze kukuniga aylantiramiz. Agar men bitta olovli tuyoqchidan ikkita Blaze kukuni olish mumkinligini ertaroq bilganimda, afsus. Mendagi bor oltinlarning barchasini piglilar bilan savdolashib ko'rmoqchiman. Agar ulardan ender marvat olsam, ishimiz ancha osonlashadi. Gaz, meni kechir, lekin hozir sen bilan o'yna olmayman. Oltinlar bizga aynan hozir kerak. Mana demak flint qanday olinar ekan, shuncha paytdan beri bilmay yurgandim. Endi bilib oldim. Yana oltinlar topdim. Menda naqd 28 ta oltin bor ekan, bularning barchasini piglilarga tashlaymiz. Menimcha ular allaqachon savdolashib bo'lishdi. Ender marvatlar tushadimi degandim, lekin yo'q, tushmabdi. Lekin quvnoq gazning tuxumini oldim. Uyga borganda albatta uni tiriltiramiz. Yana men Nezerda buzilgan portal ham topdim. Arzirli narsa bormikin deb sandig'ini ochganimda bor ekan. Endi esa quvnoq gazni tiriltiramiz. Xohlagan joyingizdan bitta blok kovlaysiz va u yerga quvnoq gazni qo'yasiz va ustidan suvni qo'yasiz. Suvga gazni qo'ysangiz ham bo'ladi. Ko'pi bilan u 20 daqiqada uyg'onadi va unga qorni yedirsangiz, u ulg'ayadi. Tabriklayman, siz endi quvnoq gazni qanday qilib katta qilishni o'rganib oldingiz. Endi esa bu yashil o'rmonning koordinatalarini saqlab olamiz. Yana sizlarga bitta lifehack ham o'rgatmoqchiman. Bilamizki, Bedrock Minecraftda endermenlar bilan olishish Javadagi kabi emas. Ochig'ini aytsam, Java versiyada ender marvat to'plash ancha osonroq. Xullas, mana bunaqasiga 4-5 blok qo'yasiz, 2 blok balandga ko'tarasiz, hammasini 2 blok tepaga ko'tarib chiqasiz, keyin burchakka 2 blok qo'shasiz, har ikkala tarafga ham, keyin ustini yopib chiqsangiz tayyor. Keyin esa yaqin atrofingizdagi bitta endermenni urasiz va o'sha joyga kirasiz. Tayyor, sizga endermen tega olmaydi, siz esa endermenni ura olasiz. Lekin tashqariga yaqinroqda tursangiz, endermen sizga bemalol tegina oladi. Shuning uchun ichkariroqda turgan yaxshi. Shu usuldan foydalanib, birinchi ender marvatni oldik. Orqasidan ikkinchi ender marvatni ham endermenni uramiz va tezkorlik bilan bazaga boramiz va orqasidan uchinchi ender marvatni ham qo'lga kiritamiz. Bazaga kirishga ulguramanmi? Qanaqa ulgura olmadim. Qasosimni oldim. 5-chi ender marvat. Negadir hammasidan ender marvat tushyapti. Hattoki bittasini bazaga bormasdan ham yo'q qilib yubordim. Yana bittasini ham shunday qilib o'ldirdim, lekin undan ender marvat tushmadi. Yana mana bazaga kirishda bir blok baland ekan, uni bir blok pastga tushirdim. Endi aniq ancha qulayroq bo'ldi. Yana bitta ender marvat. Shuncha harakat qilgandim, tushmadi. Endermenga tekkiza olamanmi? Yo'q, tekkiza olmadim. Lekin 9-chi ender marvatga ham ega bo'ldim. Orqasidan 10-chi ender marvat demoqchi edim, lekin yo'q, tushmadi. Va nihoyat 10-chi ender marvat. 11-chisi, 12-chi ender marvat va yana 4 ta qoldi. La'nati, negadir ender marvat tushmayapti. Agar bunisidan ham ender marvat tushmasa, men aniq omadsizman, lekin tushdi. Bunisidan ham tushdi va nihoyat oxirgi ender marvat demoqchi edim, lekin yo'q, tushmadi. Men sizlarga qachon yomonlik qilishga ulgurdim? Bu ekspeditsiya tugamaydimi deb o'ylayotgandim. Va nihoyat oxirgi ender marvat. Nezerda olishimiz kerak bo'lgan barcha narsalarni oldik. Endi esa uyga qaytamiz. Uyga qaytishdan oldin biroz sho'xlik qilamiz gaz bilan. Tabriklayman Gaz, sen bugun meni 2 marta yutding. Yana menda 16 ta ender marvat emas, 18 ta ekan. To'g'rirog'i 2 ta ender marvatni olganimni videoga olmabman. Endi esa bizga kerakli end ko'zlarini yasaymiz. Atiga 2 ta Blaze kukuni ortib qoldi. Endi esa shularni ham to'plab yuborsak, yanirog'i 2 ta ender marvat to'plashimiz kerak. La'nati, bulardan ham tushmadi. Birinchisi va nihoyat oxirgisi 20-chi ender marvat va bu bizga aniq yetib ortadi. Ularni yasaymiz va yo'lga otlanamiz. Va nihoyat ajdarga olib boruvchi xonani topdim. Endi esa ko'zlarni aktivlashtiramiz. Tayyor, endi olamga portal ochildi. Men ahmoq endigina portalga sakramoqchi bo'lganimda esimga tushib qoldi. Axir kerakli narsalarni olmabmiz-ku. Hammayla unday bo'ladigan bo'lsa, koordinatlarni saqlaymiz va qishloqqa teleport qilamiz. Mana qishloqdan olishimiz mumkin bo'lgan barcha narsalar. Yana menda 9 ta olmos ham bor ekan. Bulardan esa men bosh kiyim va oyoq kiyim yasab oldim. Yana yangi topgan qishlog'imizning yonida buzilgan portal ham bor ekan. Sandiqda arzirli narsa bormikan deb ochgandim, ha bor ekan. Qishloqdan olishimiz mumkin bo'lgan barcha narsalarni oldik. Endi esa ajdarni yo'q qilishga otlanamiz. Tepaga qarab quramiz, kristalni sindiramiz va shu saynda ajdarni zaiflashtiramiz. Ay, yaramas ajdarxon, nimalar qilding axir? Yana bittasini sindiramiz. Shamolchi yordamida tepaga ko'tarilamiz, tepaga chiqamiz va kristalni sindiramiz. 5-chi kristal. Ana bu yerda yana ikkitasi ham bor ekan. Sal qoldi.
Yana bittasi essiz. Jonlarimni hisobga olmabman. Ajdar kutib ol, so'nggi kristal. Essiz, ana verdik tez qolib ketibdi-ku. Qalqon bilan himoyalanamiz va sindiramiz. Oxirgisi va tamom. Ajdar nimalar qilyapsan axir? Water drop qilishga ulguramanmi? Yo'q, ulgura olmadim. Bu safar tamom, kristallar butkul yo'q qilindi. Demoqchi edim, mana verdi bittasi qolib ketibdi. Water drop qilamiz. Voylanati, men senga qachon qarashga ulgurdim? Tayyor, so'nggi kristal ham yo'q qilindi. Gurzi bilan yo'q qilishdan oldin jonlarni biroz kamaytiramiz. Yaramas, ajdar uchib ketdi, lekin hozir uning nafasi meni o'ldirsa kerak, qani o'ldirdi ham. Lekin shu bahona Qunoqqasning uyg'onganini bildim. Ajjalini kutib ol demoqchi edim, lekin hali erta. 4-5 blok ko'tarilamiz, ajdarni kelishini kutamiz demoqchi edim, o'zi kelib qoldi. Endi esa shunchaki sakraymiz. Lanati o'lmadi, lekin hozir o'zim yashirinmasam o'lishim aniq. Ikkinchi urinish, lekin o'xshamadi. Lanati, bloklar tugab qoldi, yangisini olish kerak. Yaramas, ajdar nimalar qilyapsan axir? Bu ajdar jonga tegdi, tezroq adabini berib qo'yish kerak. Gurzi bilan water drop qilishga ulgurdim. Bu safar aniq mening qo'limdan qutula olmaysan. Yaramas, ajdar nega qochib ketasan? Bu safar aniq o'xshaydi degan umiddaman. Oxirgi zarba va tamom, ajdar yo'q qilindi. Bugungi vazifamiz o'z nihoyasiga yetdi. Umid qilamanki bu qism ham sizga yoqdi. Agar shunga o'xshash videolardan ko'proq ko'rmoqchi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'ling. Xayr, sog' bo'ling demoqchi edim, lekin biz bajarishimiz kerak bo'lgan yana bitta ish qolibdi. Biz bajarishimiz kerak bo'lgan ish mana u. Qunoqqasni katta qilmabmiz. Tayyor, endi Qunoqqas ham katta bo'ldi. Mana endi xayrlashsak ham bo'ladi. Xayr, sog' bo'ling. Yana kanalga obuna bo'lishni ham unutmang.